Hurmatli erkaklar, bugungi mavzuyimiz faqat sizlar uchun, ayollarga tegishli emas. Bugungi mavzu ginekamastiya kasalligi haqida so'z olib boramiz. Xo'sh, ginekamastiya kasalligi yoz oylari keldi, bolalar futbolka kiyishni boshladi va ular o'zini semirib qoldim deb o'ylashadi. Aslida ko'kraklari xuddi ayollar kabi chiqib qolgan holatga duch kelamiz, ko'rib qolamiz. Xo'sh, kelinglar ginekamastiya kasalligini bugun to'liq ilmiy asoslangan holatda nimadan keyin kelib chiqadi? Xo'sh, bu xavflimi o'zi, xavfsizmi? Qanaqa davolash kerak yoki qanaqa profilaktika qilish kerak? To'liq men sizlarga aytib beraman. Amaliyotda juda ham ko'p guvohi bo'lamiz, juda ham ko'p eshitib qolamiz. Azmiddin aka semirdi, ko'kraklarim cho'ta ko'tarilib qoldi, ko'krak uchlari chiqib qoldi deydi. Biz tekshirganimizda u katta ehtimol bilan ginekamastiya kasalligi, ya'ni ko'krak bezlarini o'sha chandiqlanishi, ko'krak bezlarini ko'tarilib oldinga chiqib qolish holatini guvohi bo'lamiz. Xo'sh, ular nima qilishadi? Internetdan har xil bo'lar bo'lmas narsalar eshitishadi, o'zlarini davolamoqchi bo'lishadi, semirdim deb o'ylashadi va hokazo ancha vaqt ketkazib qo'yishadi va ko'krak bezlari albatta o'zgarishni boshlaydi. Mana shuni oldini olish maqsadida men bugun sizlarga to'liq ginekamastiya haqida ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Xo'sh, kelinglar ko'rib chiqamiz. Umuman olganda ginekamastiya kasalligi nimalar hisobiga uchrashi mumkin, nimalar sabab bo'ladi? Birinchi keng tarqalgan holat bu gormonal disbalans, gormonlar buzilishi hisobiga. Xo'sh, qaysi gormonlar? Demak, bilamizki, erkaklarda androgenlar bor. Androgenlar bu erkaklik gormonlari deydi. Asosiysini testosteron hosil qiladi va albatta xuddi ayollar kabi erkaklarda estrogenlar ham bor. Estrogenning asosiy tarkibini estradiol hosil qiladi. Bilamizki, normal holatda erkak kishida testosteron baland bo'lishi kerak, estrogen juda past bo'lishi kerak. Mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, testosteron baland, estrogen past bo'ladigan bo'lsa, ginekamastiya holati uchramaydi. Ko'kraklar shishmaydi, kattalashmaydi va bu normal holat hisoblanadi. Lekin ayrim erkaklarda semizlik hisobiga yoki bo'lmasam gormonal disbalans hisobiga testosteron pasayib, o'rnini estrogen qoplaydigan bo'lsa, unda albatta ko'krak bezlari shishi boshlaydi. Nima uchun? Bilamizki, ko'krak bezlari ichidagi to'qimalar faollashishni boshlaydi. Estrogen ko'payib ketdi-ku. Va shu faollashish hisobiga uni ichida albatta faqat yog' emas, yog' o'z navbatida faollashib, qattiq to'qimaga, ya'ni fibrozga aylanishni boshlaydi, qattiq tugunga aylanishni boshlaydi va ginekamastiya kasalligi kelib chiqadi. Shundoq ekan, albatta semizlik bu moyillik, semizlik bo'ladigan bo'lsa, albatta yog' to'qimasi estrogen ko'payib ketishiga olib keladi. Estrogen ko'payib ketadigan bo'lsa, boyagi ko'krak ichidagi to'qimalar faollashib ketadi va albatta ginekamastiya kasalligi kelib chiqishi mumkin. Keyingi holatda o'smirlik davridagi ginekamastiya holati deymiz. Nima uchun bu holat o'smirlarda juda ham ko'p uchraydi? Biz bilamizki, 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarning 60-70%ida ginekamastiya holati uchraydi. Ularda ham ko'kragi chiqib qoladi va hokazo va hokazo. Ko'kraklarda bezlar kelib qoladi, og'riq bo'ladi va buni biz o'smirlik paytida ginekamastiya deymiz. Bunday holatda biz operatsiya qilmaymiz. Bunday holatda biz kutamiz va to'g'ri yo'nalish beramiz, dori-darmon berishimiz mumkin va uni kuzatamiz. Bu holat ko'pincha 6 oydan 1 yilgacha o'tib ketadi. Og'riqlar ham o'tib ketadi, shish ham qaytib ketadi. Nima uchun bu holat bo'ladi? Yana yuqoridagi ikkita gormon, testosteron va estradiol degan gormonga yuzlanamiz. O'smirlik holatda bu gormonlar disbalans bo'ladi, ya'ni stabil emas. Bir xilda xuddi yosh katta erkaklardek testosteron baland, estrogen past bo'lib turmayapti. Ya'ni bu holatda nestabil, ya'ni o'zgarib turadi. Bir xil payt testosteron baland bo'ladi, bir xil payt birdan tushib ketib qoladi. Bir xil payt estrogen testosteron o'rnini egallaydi, baland bo'lib ketadi. Va shuni hisobiga ko'krak shishib qoladi. Va bunaqa holatda ota-onalardan albatta mutaxassis ko'rsatishni aytamiz va biz kutamiz. Agar bu holat 1 yil ichida o'tib ketmasa, og'riqlar juda kuchayib ketsa, boyagida aytganimizdek ko'krak bez to'qimasi o'zgarish bo'ldi va yog' to'qimasi o'zgarib qattiq tugunga aylanib qoldi. Mana bu holatni biz nazorat qilamiz, operatsiya kerakmi yo'qmi ko'pincha kuzatib turamiz. Ko'pincha bunaqa bolalarni почти 90%da bu holat o'zidan o'zi o'tib ketadi. Nega? Testosteron barqarorlashadi. O'z-o'zidan testosteron barqarorlashadi, yuqoriga ko'tariladi va estrogen juda pastga tushadi. Va buning natijasida kimdirda 3 oyda, kimdirda 6 oyda, kimdirda 1 yil davomida o'z holatiga tushib, ko'kraklar ichkariga kirib, normal holatga kelib qoladi. Bu holatda biz unga tegmaymiz va operatsiya qilmaymiz. Bu holatni bilib qo'yishimiz kerak. Sizda ginekamastiya kasalligi bormi? Ko'kraklar xuddi ayollar kabi tashqariga chiqib qoldimi? Bundan uyalyapsizmi? Futbolka kiya olmay yuribsizmi? Bir ko'kragingiz ikkinchi ko'kragingizdan kattaroq bo'lib qoldimi? Bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Yoki siqqaningizda qandaydir og'riqlar yoki qandaydir suyuqliklar chiqyaptimi? Katta ehtimol bilan sizda ginekamastiya kasalligi bor. Agar sizda mana shunday yuqorida sanab o'tgan kasalliklarim bo'lsa, unda tezda bizga murojaat qiling. Biz bu holatni to'liq o'rganamiz, gormon tahlillarini amalga oshiramiz. Agar operatsiya kerak bo'lsa, darhol bu holatdan sizni ozod qilamiz. Bizda operatsiyalar mutlaqo og'riqsiz, mutlaqo chandiqlarsiz va operatsiyadan keyin hech qanday asoratlarsiz, ya'ni suyuqliklar yig'ilmagan holatda amalga oshiriladi.
Agar sizda ham yuqoridagi holatlar yuz berayotgan bo'lsa, unda tezda biz bilan bog'laning. Quyidagi Telegram chat orqali yoki quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz va bu holatni sizdan tezda bartaraf qilib beramiz. Demak, davom etamiz. 3-keng tarqalgan holat ginekamastiya kasalligi uchun bu dori-darmonlar orqali. Xo'p, qaysi dori-darmonlar deydigan bo'lsak, birinchi dori-darmon bu gormon dorilar. Tabiiy aptekada sotadigan gormon dorilarni doimiy ichib yurish, palaparcha iste'mol qilish va hokazo boshqa kasalligi gormon orqali tuzataman deb iste'mol qilish, albatta gormon disbalansini buzadi. Qaysi gormonlar? Boyga aytgandek, testosteron, estrogen. Bu gormonlarni mavzuni tugashimizgacha gapirib o'tishimiz kerak. Neki testosteron pasayishi, estrogen ko'tarilishi ko'krak bezlari kattalashishiga olib keladi. Xo'p, yana qaysi dorilar deydigan bo'lsak, antidepressantlar. Antidepressantlar nima qilib beradi? Antidepressantlar demak, gipofiz beziga ta'sir qiladi, prolaktin ishlab chiqarishini kuchaytirib oladi. Xo'p, prolaktin ishlab chiqarish kuchayib ketsa, bilamizki, prolaktin sut gormoni hisoblanadi. Prolaktin gormoni ishlab chiqarish kuchayib ketadigan bo'lsa, uni teskarisi testosteron gormoni tushib ketib qoladi. Testosteron gormoni tushib ketsa nima bo'ladi? Yana o'sha estrogen gormoni ko'tarilib ketadi va ko'krakda bezlar paydo bo'lishni boshlaydi. Xo'p, biz asosiy joyga yetib keldik. Bu anabolik steroidlar. Bilamizki, ginekamastiya kasalligi juda ham ko'p sportsmenlarda uchraydi. Ya'ni sportchilarni 100% deb oladigan bo'lsak, 50-60% da ginekamastiya kasalligi uchraydi, qachonki ular anabolik steroid qabul qilsa. Xo'p, anabolik steroid qabul qiladigan bo'lsa, ikkita holat yuz beradi. Birinchi holat, tashqaridan testosteron kira boshlagandan keyin o'zini testosteroni, menda testosteron yuqori deb o'ylaydi, ya'ni organizm testosteronni qabul qilib bo'lgan, testosteron unda yetarli va o'zini ishlab chiqaradigan organlari testosteronni ishlab chiqarmay qo'yadi. Va dorini to'xtatdi deylik, anabolik steroid to'xtadi, organizm o'zi ishlab chiqarmayapti. Nima bo'ladi? Yana estrogen yuqori tomonga chiqib oladi va ularni ko'krak kattalashishni boshlaydi. Xo'p, demak, ikkinchi holat bu organizmga testosteronga o'xshash dorilar, anabolik steroidlar kira boshlagandan keyin sportsmenlarda, sportchilarda bir mexanizm paydo bo'ladi. Bu aromataza fermenti orqali testosteronni estrogenga parchalab yuboraveradi. Rezultat ham o'zi xohlagandek bo'lmaydi, neki gormon disbalans bo'lib yotadi. U bu yoqdan testosteronni kirgizaveradi, testosteronga o'xshagan moddalarni kirgizaveradi va unda boyaga aytganimizdek aromataza fermenti orqali estrogenga parchalanib ketaveradi. Xo'p, bu mexanizmni biz aromatizatsiya mexanizmi deymiz. Ya'niki, qaysi dorilar deydigan bo'lsak, testosteron, propionat, enantat, sipionat va hokazo. Trendabol, danabol, hatto HGC dorilari ham aromatizatsiya holatini keltirib chiqaradi. Nima bo'ladi? Testosteron kiryapti, testosteronga o'xshagan moddalar kiryapti va uni organizm estrogenga parchalab yuboryapti. Nima bo'ladi? Ko'kraklar ishni boshlaydi. Estrogen yana tepaga chiqib oldi, yuqoriga chiqib oldi. Ko'krak bezdagi hujayralarni, to'qimalarni faollashtirib yuboryapti va ular bezga aylanyapti va tashqariga xuddi ayollarnikiga o'xshab chiqib qolyapti. Mana shuning uchun har bitta anabolik steroid qiladigan sportsmenlarga albatta endokrinolog, albatta nutritsiolog, albatta gormon bilan ishlaydigan shifokor kerak. O'z-o'zidan buni olasiz, samatatrop olasiz, danabol olasiz va hokazo, trendabol olasiz, testosteron olasiz deb qilish juda xavfli holatga olib keladi. Juda xavfli. Buni albatta professional bodybuilding bilan shug'ullanadigan sportchilar juda yaxshi biladi. Neki ular har bittasi aniq shifokorlar bilan ishlaydi. Nimaga? Keyinchalik operatsiya bo'lmasligi uchun. Ko'pchilik sportsmenlar bunaqa holatdan chiqish uchun buni bosib turadigan Dasinex, Cabergalin tarkibli dorilar ichib yuradi va ular albatta gipofiz beziga ta'sir qiladi va psixikasiga ta'sir qiladi bu dorilar. Ya'ni kim horg'in bo'lib qoladi, charchagandek bo'lib qoladi, jelaniya, libido pasayib ketadi ularda, jinsiy aloqaga umuman ayollarga xohish pasayib ketadi. Nega? Neki boyga aytganimizdek aromatizatsiya fermenti orqali bu parchalanib ketyapti. Ya'ni kim parchalab tashlayapti, testosteronni estrogenga aylantirib tashlayapti va ko'kraklar chiqishni boshlayapti. Mana shunaqa holatda albatta anabolik steroidlarni birinchidan nima uchun qabul qilayotganligini bilish kerak har bir sportchi. Sen sahnaga chiqasanmi? Sen qanaqadir o'sha chempionatlarga borasanmi? Yoki sen prosta ozish uchun qilyapsanmi? Nima uchun qilyapsan? Bilib olish kerak. Bu narsalarni qabul qilishdan oldin albatta onkomarkerlarni tekshirish kerak. Bu holda hech narsa yo'qmi? Bezlarda o'zgarishlar yo'qmi? Tuxumlar kichrayib qolmaganmi? To'liq o'rganib, shuning uchun albatta mutaxassis bilan bog'lanib, gaplashib, 1000 marta o'lchab, keyin olishni biz tavsiya qilamiz. Keyinchalik mana bunaqa operatsiyalarga yo'liqib qolmaslik uchun. Xo'p, va nihoyat bizda yana bitta organ bor, bu kasallik keltirib chiqaradigan. Qaysi organ deydigan bo'lsak, organizmni biolaboratoriyasi jigar. Xo'p, jigar nima aloqasi bor ko'krakka, nima qilib beradi deydigan bo'lsak,
jigar boyaga aytgandek biolaboratoriya hisoblanadi. Jigar har bitta gormonni filtrlaydi, parchalaydi va albatta uni zararsizlantirish kerak. Organizmda estrogenni parchalab turadigan a'zo bu jigar hisoblanadi. Xo'p, shuning uchun har bitta dori ichganda bemor antibiotik ichadimi, steroid anabolikli ichadimi, gormon preparat ichadimi va hokazo, gazli ichimlik ichadimi, zaharli qanaqadir mahsulot iste'mol qiladimi, yo'qmi? Jigar fermentini tiklaydigan, jigari yaxshilaydigan dorilar berishimiz shart. Nima uchun beramiz deydigan bo'lsak, mana shu ginekamastiya bo'lib qolmasligi uchun. Tasavvur qiling, jigar o'z faoliyatini yaxshi bajarmayapti. Nima bo'ladi yaxshi bajarmasa? Estrogenni yaxshi parchalab bera olmaydi. Estrogenni organizmdan ko'pini parchalab tashlab yo'q qila olmaydi. Buni qilmagandan keyin nima bo'ladi? Estrogen yana ko'tarilishni boshlaydi va yana boyaga aytgan mexanizm bo'ladi. Shuning uchun jigar juda ham muhim a'zo hisoblanadi. Jigarni albatta o'zini hurmat qilgan har bitta inson har 6 oyda tekshirib turish kerak va u faoliyati yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, gepatoprotektorlar bilan va hokazo dorilar bilan buni davolash kerak bo'ladi va tozalash kerak bo'ladi. Agar jigar normal holatda ishlab turadigan bo'lsa, estrogenni o'zi parchalab tashlaydi va estrogen organizmda ko'paymaydigan bo'lsa, ginekamastiya kasalligi bo'lmaydi. Shuning uchun jigarga doim e'tibor berish kerak. Bu sportsmenlarga albatta taalluqli hisoblanadi. Jigarga doim to'liq gepatoprotektorlarni iste'mol qilib, organizmni tozalash degan narsa bor. Ularda chistka deydi. Mana shu holatda jigarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Antioksidantlar bilan, gepatoprotektorlar bilan, fosfolipidlar va hokazo bu dorilar bilan jigarni tozalaydigan bo'lsak, estrogen parchalanishi nima bo'ladi? Normaga keladi. Estrogen ko'tarilib ketadigan bo'lsa, yana o'sha ginekamastiya holati kelib chiqadi. Xo'sh, bunaqa holatlarda nima qilish kerak? Avvalo bilib olish kerak. Bu yog'mi yoki haqiqiy ginekamastiya? Yog' bo'lsa nima bo'ladi? Yog' bo'lsa tarqalgan bo'ladi. Bosganda tugun sezilmaydi, og'riq ham bo'lmaydi. Xo'p, ozadigan bo'lsa, bu yo'qolib ketadi. Xo'p, agar ginekamastiya bo'lsa-chi, tugunni seziladi, paypaslaganda og'riq bo'ladi. Ayrim holatlarda og'riq bo'lmasligi ham mumkin. Og'riq bo'ladi, keyin o'tib ketadi, yo'q bo'lib qoladi og'riq. To'qimani qattiqlashishi seziladi. Uzuviy tahlilda rostagami chandiq borligi ko'riladi. Demak, bu ginekamastiya. Xo'sh, agar yog' to'qimasi bo'lsa, bu operatsiya qilinmaydi. Agar rostakam chandiq bo'ladigan bo'lsa, albatta, juda xavfli tomoni. Bir tomonda bo'ladigan bo'lsa, bu xavfli. Bunaqa holatlarda mutaxassis bilan ko'riladi va albatta topshiradigan analizlari bor, gormon tahlili ko'rish kerak. Testosteron, estrogen, LGFSG, prolaktin gormoni va hokazo. Albatta boyaga aytgandek, jigar testlari, jigar holatini baholash kerak bo'ladi. Bu birinchi o'rindagi narsa. Uzuviy tahlili qilinadi va shunga qarab operatsiya qilish kerakmi, yo'qmi? Xo'p, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ayrim holatlarda ko'krikdan sut chiqishi boshlaydi, suyuqlik chiqishi boshlaydi, suyuqlik ajralishi boshlaydi. Bu ham xavfli hisoblanadi. Mutaxassisga ko'rinasiz. Juda ko'p sportchilar, juda ko'p insonlar o'zi davolamoqchi bo'ladi. Do'stidan eshitadi, dugonasidan eshitadi va hokazo aptekachi maslahat beradi, Dastinex, Kabergalin va shunga o'xshagan dorilar ichishni boshlaydi. Juda noto'g'ri. Bu bes, bu har kun, har soatda yomon narsaga aylanib ketishi mumkin. Uni keyin operatsiya qilsa ham tuzalmasligi mumkin. Shuning uchun bunaqa holat uchrayaptimi? Tezda mutaxassisga ko'rining, darhol oldini oling. Operatsiya qilish kerak emasligi bu keyingi masala. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.